Salomat bo'ling. Sentrumga rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Mana bugun biz Centrum Holdings jamoasi navbatdagi 150 kishilik guruhimizni kuzatishga kelganmiz. Biz bilan birgalikda hamma bilgan, tanigan, el ardog'idagi yoshligimizdan bilan ijodlarini ko'rib katta bo'lgan Valjon akamiz ham biz bilanlar. Albatta har bitta kompaniya o'ziga yarasha bir yaxshi ishlarga qo'l urish niyatlarida bo'lib turibdi hozir O'zbekistonimizda, chunki yurtimizda ana shunday bir imkoniyatlarga juda katta yo'l ochildi. Xuddi shunday Centrum kompaniyasi ham o'ziga yarasha bir katta bir ishlarni qilib, juda ko'pchilikni shu umra ziyoratlariga sifatli xizmat ko'rsatib borib kelayotgan ekanlar. Mana biz ham bularning jamoasidamiz. Ilohim hammani Alloh dargohida qabul qilsin ziyoratlarini. Ilohim chin tildan borib, sidqi dildan borib ziyoratlar qilish, o'sha xatosiz ziyoratlar qilish hammamizga nasib qilsin. Endi bu nima deydi, sahnaga juda ko'p chiqqanman. Minglab odamlar, kerak bo'lsa millionlab tomoshabinlarning oldida gapiramiz. Lekin u hayajon boshqa. Bu endi bu qalb uchun, qalb pokizaligi, tozaligi uchun endi hamma harakatlarimiz ham shunaqa bir bo'lgan, lekin qaysidir ma'noda shu vazifamiz, farzimizni bajara olayotganimizdan bir baxtli his qilamiz. Ana shunday bir insonlarning farzlarini bajarishda odamlarning yonida ko'mak bo'lib turgan shunday bir kompaniyalarga doimo omad yor bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'ling. Sentrumga rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.